ORSlar soni chiqib ketdimi? Hali ginekolog, hali urolog, hali endokrinolog, hali gepatolog, hali travmatolog. Endi bunga yechim bor. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men xalq tabibasi, oliy ma'lumotli 33 yillik shifokor. Yuzlab shogirdlar chiqargan, minglab og'ir kasalliklarni natijali Alloh izni bilan davolagan shifokor sifatida bugungi mavzumiz tanani bir butunlikda davolash sistemasi. Tana bir butun mexanizm kabi ishlaydi. Chunki Abu Ali bin Sino hazratimiz tomirni ushladilar va butun tanani ko'ra bildilar va to'g'ri tashxis 50% davolash demakdir degan gaplariga binoan butun tanadagi qaysi a'zomiz, qaysi a'zoning nuqsoni tufayli patologiya yuzaga keldi. Mana biz ovqat yeyapmiz. Tishimiz uzoq chaynadi. Qizilo'ngach orqali oshqozonimizga uzatib berildi. Oshqozonimiz ovqatni hazm qilib, ingichka ichakka uzatib berdi. Ingichka ichak buni kashasimon bo'tqaga aylantiradi va jigarga uzatib beradi. Qoldiq moddalarni esa yo'g'in ichakka axlat sifatida haydab beradi. Axlat to'g'ri ichak orqali tashqariga kerakmasa chiqdi. Mana shu jarayonda jigarga uzatib berilgan ovqat haqiqiy qonga, ya'ni 4 ta xiltga aylanadi. Bizning tanamizdagi mana shu tabiatdagi quyoshimiz safro, havomiz qon, suvimiz balg'am va yerimiz tuproq bo'lgan mizoj xiltlari tanamizda ham mujassam. Xuddi shu jarayonda jigarimiz 4 ta xiltni ishlab chiqarib berdi va buni kichik qon aylanish doirasiga haydab berdi. Kichik qon aylanish doirasida kislorodga to'yingan bu qonlarimiz bizani katta qon aylanish doirasida 4 ta hazm doirasida tanamizga quvvat, energiya, kuch, vitaminlar bo'lib so'rilib yetib bordi. Mana shu 4 ta hazm jarayoni, ya'ni og'izdan kirgan ovqatimiz oshqozon orqali ingichka ichakka so'rilib, jigargacha kelishi bu birinchi hazm. Jigarda haqiqiy 4 ta xilt yetilib, kichik qon aylanish doirasiga uzatib berilishi va kislorodga to'yinishi ikkinchi hazm. Uchinchi hazmimiz esa o'sha kislorodga to'yingan qonni biza katta qon aylanish doirasi orqali butun to'qimalarga kichik hujayra doirasida singib vitamin, kaloriya yetib borishini bu 4-chi hazm deb ataymiz. Mana shu uzluksizlik, ya'ni 4 ta hazm doirasida ovqatni og'izdan kirib, to hujayra doirasida yetib borguncha bo'lgan jarayonda qaysi to'siqlarga uchradi, qanaqa tiqilmalar bor, yo bo'lmasa hazm bo'lmagan ovqat qanaqangi bizada qabziyatga sabab bo'lyapti. Mana shu qabziyatdan qiynalayotgan ichaklarimizga, ya'ni turib qolgan axlatimizga patogen bakteriyalar, zamburug'lar, gijjalar yo bo'lmasa viruslar qanday darajada ko'payib tanamizga zaharli toksin bermoqda va buni oqibatida ichaklarimizda so'rilish quvvati pasaygandan keyin yuragimizga kaloriya yetib bora olmayapti. Ichagimizda qabziyatmi? Demak, tanamizda to'qimalarda bizada qon aylanish sirkulyatsiya buzildi. Butun tanamizda metabolizm jarayoni buzildi. Qaysi a'zomizda shamollash tufayli yo bo'lmasa qaysidir urilish, travma yo bo'lmasa stresslar tufayli patologiya yuzaga kelyapti. Bu ichimizda ko'payayotgan zamburug', bakteriya, toksinlar o'sha joyimizga yetib borib zaharlashda davom etadi. Ichagimizdagi toksin berib turgan patogen bu bakteriyalar, viruslar, zamburug'lar, gijjalar ana shu aynan shamollagan a'zomizga kelib ko'payishni boshlaydi. Va tanamizda qaysi a'zosida yallig'lanish, masalan, siydik yo'llarda, yo nafas yo'llarida, yo oshqozon ichakda muammolar yuzaga keldimi, sovuq mizojli a'zolarimizda sovuqlik ko'proq rivojlanadi va bu sovuqliklarga yana kelib gijjalar o'rnashgandan keyin, yo bo'lmasa patogen bakteriyalar, zamburug'lar, viruslar kelib o'rnashgandan keyin yanada jarayon kuchayadi. Mana shu bizning asosiy kasalligimizning asl istoshnigi hisoblanadi. Ana endi biz siydik yo'llari shamollashi, zamburug'lari, gijjalari, viruslari yo bo'lmasa anal teshik orqali chiqqan ostrissa, pakana gijjalar yana endometrioz holati yo bo'lmasa prostatit, uretrit holatlarini ham yuzaga keltiryapti-da. Mana shu prostata bezlar, uretralar, mioma, kista, polip, eroziya deymiz. Abu Ali bin Sinoda bitta qilib o'sha a'zolar emas, o'sha a'zolarda bo'lgan sovuqlik natijasida hosil bo'lgan novoobrazovaniyalar chirish deb keltirilgan.
Bular natijasida qon toksinlanadi, yana nafas yo'llariga infeksiya uzatiladi. Nafas yo'llari va siydik yo'llari bir butunlikda bir-biriga shilliq qavatlar orqali tarqalgan infeksiya butun tanani zaharlaydi va siydik yo'llarimizda shamollashini, ya'ni toksinlar siydik orqali, peshob orqali chiqib ketishi qiyinlashadi. Yo axlat orqali ichaklarimizda sovuqlik, mikroblar ko'pligi, zamburu bakteriya, viruslar tufayli ichaklarimizda so'rilish yo'qoldi va chiqindi chiqarish metabolizm buzildi. Mana shu jarayoni butun tanaga toksin bermoqda. Mana shularni hammasini tana bir butunlikda davolamas ekanmiz. Ya'ni tanani biza keltirib chiqargan asl sababni, ya'ni ichimizni musorlardan, ichaklarimizni isqirtliklardan, mana shu ichaklarimizni avvalo sovuq yallig'lanishdan, patogen bakteriyalardan, zamburug'lardan, gijjalardan, viruslardan tozalamas ekanmiz, yo bo'lmasa o'sha chiqindi chiqishiga yordam bera olmas ekanmiz, yo bo'lmasa mana shularni qonga toksin tarqatib yotishini bartaraf qilmas ekanmiz, butun tanadagi patologiyani kimdir boradi endokrinologga, kimdir boradi ginekologga, kimdir boradi pulmonologga, kimdir boradi nevropatologga. Yo'q azizlarim, tanani mana shu ichaklarimizdagi jarayon, ya'ni bijig'ish, ko'payish, isqirtlanish, toksinlanib tanagacha, qongacha har bir hujayralarimiz doirasida tarqalgan bu kasalliklarni bir butunlikda ichki tozalov bilan bartaraf qilmas ekanmiz, baribir biz davolanishda oqsashga, yo bo'lmasa xalqni chalg'itishga, sarsona sargardonlikka, pulimizni bekorga sarflab vaqt imkonimizdan foydalanmay juda ham ko'p yo'qotishlarga sabab bo'lmoqdamiz. Va buni oqibatida toksinlanish, tananing zaharlanishi oqibatida juda ko'plab kasalliklar birini ustiga biri, ikkinchisini ustiga uchinchisi qo'shilishi natijasida tanamizni ichki shifokori quvvati kurasha olmay, tanamizda doimo charchoq, lohaslik, boshimizni ko'tara olmaslik, uyquga to'ymaslik va tanamizda vitamin so'rilmasligi, hamma metabolizm buzildimi, tanada har xil patologik jarayonlar yuzaga kelaveradi. Bularni biz Abu Ali bin Sino hazratlarimiz o'rgatganidek ichki tozalovdan boshlab va uni keltirib chiqargan sabablarni bartaraf qilgan holda aynan qaysi a'zomizda shikoyatida bemorimiz keldi, o'shanga asosiy mahalliy davolashni qaratgan holda 4 ta hazmni og'izdan kirgan ovqatimiz ichaklar orqali so'rilib, jigarda qonga aylanib, kislorodga to'yinib, 4 ta hazm doirasida hazm bo'lguncha, bizaga tanamizga quvvat energiyasiga aylanguncha joygacha bo'lgan masofada qanaqangi patologiya yoki qanaqangi tiqilmaga uchrayapti. Qon tomirlarimiz ichida cho'kma hosil qilgan aterosklerotik bilashkalar tiqilma, tuzlar, yig'ilmalar, har bir bo'g'imlar aro suyuqligiga cho'kib qolgan tuzlarimiz tiqilma, yo bo'lmasa gijjalar, viruslar, zamburug'lar, bakteriyalar hammasi tiqilma, yallig'lanish yuzaga keldi qaysidir a'zomizda, bular tiqilma. Bular hammasi 4 ta hazm doirasida yetib boradigan ozuqamizda, demak, uzilishlarni yuzaga keltiradi, ya'ni patologiyani yuzaga keltiradi. Biz 5 millionlik bir ukolni qanaqadir ixlos bilan sotib oldik va kapelnitsa shaklida tomirlarimiz orqali shifo bo'lsin deb kirityapmiz. Ana o'sha qo'yayotgan kapelnitsamizda demak qanchalar zajimlar, qisqichlar bor. Mana shu qisqichlarni olib chiqmas ekanmiz, bizaga o'sha 5 millionga olgan shunaqa ixlos bilan quydirayotgan ukolimiz ham o'xshamaydi. Nega deganda, ana o'rtada turgan o'sha zajimlarni, ya'ni tiqilmalarni tozalamas ekanmiz, demak bizada so'rilish, o'sha ukoldan, doridan effekt ko'rish juda ham qisqa va kam bo'ladi. Nega deganda, mana shu tiqilmalarni tozalashning o'zi Abu Ali bin Sinoda butun tanani avval toksinlardan tozalash, undan keyin 4 ta hazm doirasida to'qimalarga quvvatning yetib borishi, mana shu qonimizdan butun hujayralar aro yallig'lanishni yuzaga keltirgan patologiyani bir butunlikda tozalaymiz. Demak, jigarimiz ishlab chiqargan bu 4 ta xiltni o'pkamiz kislorodga to'yintirib berish kerak. Uni o'zi sog'lom bo'lishi uchun orqa umurtqadan bo'g'imlar aro suyuqliklarda nerv qon tomirlar kelib o'pkani o'zini ta'minlay olishi kerak. Ba'zilarda juda ham ozg'inlik qiltiragan sujina ketyapti-ku, o'pkani o'zi kislorodga to'yinmagan holatlarini ko'ramiz. Yo bo'lmasa, mana shu o'pkamiz kislorodga to'yinmayapti, ertalabdan kechgacha uxlayapmiz, ertalabki bomdodlardagi to'g'ri nafas mashqlarini bajara olmayapmiz, yo'g'on ichagimiz eski axlatlardan bo'sha olmayapti. Chunki yo'g'on ichak bilan o'pka simmetriklikda ishlaganligi uchun o'pkamiz kislorodga to'yinadi va yo'g'on ichagimiz bizaga qabziyatdan bo'shalib beradi eski axlatlardan. Ana undan keyin o'z-o'zidan bizda ertalabki nonushta, ishtaha ochilishi oshqozon orqali bo'ladi. Oshqozon faol vaqti aynan 7-8 oralig'iga to'g'ri keladi. Bu paytda qilingan nonushtada baraka bor deb bekorga keltirilmagan.
9-10lar oralig'ida mana shu faollikni biza qo'llab-quvvatlab beradigan bo'lsak, kun mobaynida C energiya deb keltirilgan Xitoy meditsinasida bizlarning ichki energiyamiz, shifokorimiz, quvvatimiz juda ham to'yinib, kun mobaynida bizaga ichki harakatimizdan quvvat energiyasi hosil qilib beradi. Va bizada quyosh energiyasi, ya'ni yuragimiz, ingichka ichaklarimiz simmetrikda ishlaydimi? Quyosh tikkaga kelganda abit vaqtida yurak va ingichka ichak simmetriklikda ishlaganligi uchun ham ingichka ichaklarimiz farrosh vazifasini bajaradi dedik. Ya'ni ingichka ichaklarda so'rilgan ovqatlar bizaga yuragimizga vitaminlar, minerallar, uglevodlar, bular oqsillar hammasi quvvat bo'lib keladi. Ya'ni abitni do'sting bilan ye degan hadislarga muvofiq abitda biza bemalol quyosh energiyasida safro ustunlik vaqtida har qanday ovqatimiz hazm bo'ladi va ayni abit vaqtida quyosh energiyasida yeyilgan ovqat juda ham tez hazm bo'lganligi uchun ham abitdagi ovqatni do'sting bilan ye degan hadislar bekorga qolinmagan. Chunki bu paytda yurak va ingichka ichak energiyasi faol bo'ladi va ingichka ichakdagi so'rilish yurakka quvvat beradi. Ikkalasi ingichka ichak va yurak simmetriklikda ishlashi bejizga emas. Mana endi vaqt o'tdi. Soat 3, 4, 5, 6, 7 oralig'ida siydik pufagi va buyrak meridiani, ya'ni ikkalasining simmetriklikda, hamkorlikda ishlash faolligi oshadi. Soat 3, 4, 5, 6, 7. Bu paytda buyrak va siydik pufagi energiyasi eng faol vaqtiga to'g'ri keladi. Bu paytda o'sha a'zolarimizga qilgan har qanaqa muolajalarimiz eng yaxshi ta'sir qilish bilan birgalikda bizlarni kun mobaynida yegan ichganimizdan hosil bo'lgan axlatlarni endi chiqindisi sifatida buyrak bilasizlar qonni tarkibidagi harom suyuqlikni filtrlab siydik pufagiga uzatib beradi. Siydik pufagini siydik jomchasi to'lgandan keyin bu axlat peshob sifatida tashqariga chiqadi. Bu peshobimiz bekorga ham suyuq, ham sho'rmas. Chunki suv tuz balansi buzilishi aynan mana shu siydik pufagi va buyrak meridianlarining faoliyati buzilishidan, ya'ni patologiyasidan kelib chiqadi. Bizning doimiy ravishda sintetik kiyimlar kiyishimiz, sovuq muzday energetik kola ichimliklar har xil chiqib ketgan endi bilasizlar, hatto muz qo'shib tanamizda 36.6 gradusdan teskarisiga, ya'ni 0.1 gradus bilan tanamizni o'ldiramiz muzday suvlar ta'sirida. Hozir bilasizlar, biz rivojlangan zamonda konditsionerlardan foydalanamiz, yo bo'lmasa skvoznoyda o'tiramiz. Oldingi tanchalarimiz, sandallarimiz, isituvchi, qizdiruvchi, qumga ko'milishlar, balchiqlarga yotishlar hammasi bartaraf bo'lgan holda hozir biz faqat konditsioner tagida rivojlanyapmiz. Mana shu o'tkir yallig'lanish paytidan xronический surunkali yallig'lanishga o'tgan tanamizda yaxshi bo'lib ketdi-da deb o'ylaymiz siydik pufaklarimiz. Biz bir marta shamolladik o'tkir formada va surunkali formaga o'tdi-da biz sog'ayib ketdi deb o'yladik. Mana shu xronический, ya'ni surunkali formaga o'tgan shamollashimiz asta-sekinlik bilan tuz, qumlar yig'ib bizlarni tanada g'ichir-g'ichir, qisir-qisir to'qimalar aro suyuqliklarimizga o'tirayotgan bu tuz cho'kmalari, suv tuz balansi buzilishi natijasida o'tirayotgan tuz cho'kmalari bizlarni tanamizda defektlar, tiqilmalar, ya'ni sovuq tuzlar, balg'am kuyishi natijasida, savdo kuyishi natijasida yo safro kuyishi natijasida tiqilmalar yuzaga kelmoqda va bizlarni chiqindi chiqarish kerak bo'lgan siydik pufagimiz, buyragimiz endi mana shu shamollashlar oqibatida bizlarni siydik pufagimiz va buyrak meridianimizda patologiya yuzaga keldi. Ya'ni uretrit deymiz, prostatit deymiz, yo bo'lmasa siydik pufagi shamollashi deymiz, yo bo'lmasa ayollarning jinsiy yo'li kasalliklarini, eroziya, polip, mioma, kista va boshqa endometrioz kasalliklarini hammasi mana shu yallig'langan bachodan siydik yo'li atrofidan kelib chiqdi. Mana shu patologiya tufayli suv tuz balansi buzildi, yallig'lanish yuzaga keldi va butun to'qimalarga, ya'ni bizlarning fundamentimiz hisoblangan tanamizni pastki qismining shamollab yallig'lanishi butun tanamizga sovuqlik energiya tarqatyapti. Mana shu tos sohamizdagi shamollash doimo oyog'im yaxladi, oyog'im tagi qizib ketyapti, avvalo qiziydi, undan keyin soviydi. Ana o'shalarning hammasi bu patologik jarayonni tanaga signal berishi. Oyog'imni orqasi tortishyapti, tizzam o'tirib turganda g'irchillayapti, voy tizzalarim og'riyapti. Mana shu holatlar ana undan keyin nafas yo'llariga beradi. Mana shu fundamentimizda, ya'ni tos sohamizda bo'lgan shamollash jarayonlariga ingichka ichaklarimizdagi shamollash qo'shilgandan keyin xuddi shu boya aytgan patologiyamiz yuzaga keladi, metabolizm buzilib, jarayon butun tana orqali aylanadi. Ya'ni bizda sovuqlik, yallig'lanish, shamollash butun tanada a'zoyi badanimiz titrab qaltirashi, oyoqlarimiz muzday yaxlashi, qo'llarimizning sovuq bo'lmasdan yaxlab muzlashi, bular nafas yo'llarimiz diafragmadan tepasi yaxladi qo'llarimizga va
diafragmadan pasti yaxladi, oyoqlarimiz muzlashi, bu bizani tanamiz berayotgan signalimiz. Bu paytda biz nima qilamiz? Mana shu tanani o'zidan to'g'ri tashxis qo'yish asosida butun tanani qizdirib olamiz, yallig'lanishni bartaraf etamiz, tiqilmalardan tozalaymiz tanani va bizada yuzaga kelgan mahalliy og'riqli simptomlarni bartaraf etish uchun mahalliy davo choralarini tabiiy usulda ham ko'ramiz. Butun tanani tozalash deganda asosiy o'sha keltirib chiqargan sababi ingichka yo'g'on ichakdagi bu patogen mikroblarni, bakteriya, zamburug', viruslarni tozalagan holda tanamizda bir butunlikda issiqlik energiyasi hosil qilishimiz lozim. Buning uchun biz nima qilamiz? Mana yechim sizlarga. Fizkulturani yo'lga qo'yamiz. Sport gimnastikalari, terilab hatto tanamizdan issiq ter orqali chiqib ketish kerak har qanday mikroblar, viruslar, zamburug'lar. Terilab hammomga boramiz. U orqali ham issiq choylar, asalli, har qanday kompotlar yo bo'lmasa sharbatlar natijasida tanamizdan terilab hammomda ham issiqlik, mikroblar hammasi teri orqali chiqib ketish kerak. Yo bo'lmasa nafas yo'llarimiz orqali, quloq chirki orqali chiqaradi, burun yo'llari oqib chiqaradi. Ichaklar, masalan, ichimiz ketdi deymizda, to'xtatishga harakat qilamiz. Yo'q, bizani immunitetimiz, o'zimizning shaxsiy shifokorimiz bizani tanamizda o'sha bakteriyalardan patogen, zamburug'lardan yo bo'lmasa ichak yallig'lanishini yuzaga keltiradigan har qanday mikroblarni haydab chiqarayotgan vaqtda biza buni sun'iy bostirish o'rniga biza bunga yordam beramiz. Ya'ni nima qilsak bo'ladi? Birgina yog'on xo'rda guruch qaynatib, unga murchi tashlaymizmi, zira tashlaymizmi yo bo'lmasa qizituvchilardan zanjabil, kurkuma, dolchinlarni maydalab kukunsimon qilib tashlab ichganimizda ichaklar qiziydi va mikroblar o'lib, mana shu patologiya paytida biz ichki shifokorimizga yordam bergan hisoblanamiz. Bu paytda kerak vaqtida klizmalardan foydalanamiz. Yo bo'lmasa aksa urdirib burun yo'llarini tozalash bo'ladimi? Quloqlardan tozalash ishlari bo'ladimi? Yog'lar tomizib qo'yamiz, yo bo'lmasa qizdiruvchi, boshqa kepaklar, xina suramiz, yo bo'lmasa garchitsalar bilan xina birgalikda muolaja qilamiz, kepak terapiya o'tkazamiz, tanani qizdiramiz, pechlarga, sandalarga isinib ichaklarni, qovoq yo'llarini qizdiramiz. Mana shu sirkulyatsiyani yaxshiladik, tanani qizdirdik va bizada tanamizda mana shu qonni qizdirishimiz natijasida qon sirkulyatsiyasi normaga keldi va tanamizdagi butun patologiyalar qon aylanish natijasida qon bilasizlar issiq ho'l mizojli xiltimiz bo'lganligi uchun tanamizda qon yugurib turgan, qon yaxshi aylanib turgan joyimizda issiqlik ketadi. Agar qonimiz qayerda yaxshi aylanmayapti, demak sovuqlik, limfalar chiqindi chiqara olmayapti, zastoy yuzaga keldi va tanamizda sovuqlik yuzaga keldi. Mana shu jarayonda biz isitib olyapmiz, qon aylanishi yaxshilandi va butun tanada metabolizm jarayoni yuzaga keldi. Ya'ni 4 ta hazm doirasida patologiya bartaraf qilindi va sirkulyatsiya aylanib, bizada tanamizda sog'ayish, ya'ni sog'lomlashish yuzaga keldi. Aynan shuni tana bir butun mexanizmda ishlaydi dedik va bir butun mexanizmda davolab, sovuqlikni bartaraf etib, yallig'lanishni, tiqilmalarni bartaraf etib, tanani sog'lom qizdirib, sirkulyatsiyani yaxshilab va butun tanani sportlarimiz, to'g'ri ovqatlanishimiz, tanadagi har bir yallig'lanishga sabab bo'lgan chiqindilarni chiqarishimiz natijasida tana bir butun sog'lomlik yuzaga keldi. Buni sizga butun xalqimiz tushunishi uchun oddiy, sodda tilda tushuntirdim. Xalq tabibasi sifatida tana bir butunlikda ishlash mexanizmini sodda tilda sizga tushuntirish uchun biz o'quv kursimizni yoqdik. Bu mavzular sizga qiziq bo'layotgan bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Siz qaysi kasalliklardan eng ozor chekyapsiz va butun tanani bir butunlikda davolamoqchisiz? Mana shu kasalligingizni mahalliy davolagan holda tanadagi boshqa nuqsonlar keltirib chiqargan sabablar bilan bartaraf qilmoqchi bo'lsangiz, albatta bizga murojaat qiling. Bu mavzular sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Keyingi mavzularda ko'rishguncha va kursimizda uchrashguncha xayr deb qolaman.